Necha yildan birga yurishasiz? Birrovga ham fond to'ygan. Birrovga ham boryaptilarmi? Endi bir ro'y Ana endi birrov ko'payadi endi, Ulug'bek endi. Shunaqa. Mana mashinadan keyin birrov ko'payadi endi. Ha, ko'payib Bo'ldi. ketdi. Betinim bo'ladi endi, yomon bo'ladi bu yog'i endi. Ha. Endi faqat bir ro'yga borasizlar, yaxshilar. Faqat Gulbahorxon keyin kiyim dazmollab sizni kechqurun kutib olishga uyda ko'rmaydi, bola chaqa ham ko'rmaydi sizni endi. Ana milisiya o'g'lingiz qidirib qoladi, dadam qayerdadir. Ha, shunaqa sizonlarim shunaqa fayzi barakali bo'lsin, ilom amin, Allohu akbar. Bu sostav bilan tanishtiring endi yigitlar bilan, qani bu? Bu men ukam Abdumannon. Radnoymi? Ha. Voy malades. Oilaviy. Ha. Degani bo'lmasin deysiz. Ha, shu. Bu jiyan bo'lsa kerak, tog'ani o'g'li. Hamzakam, skripkachi. Ismlari nimada? Hamzakam. Hamza. Ha. Hamza Hakimzoda Niyoziy. Aylanib ketding. Bular o'zbekmi Hamza? O'zbekmi Hamza? Ha, o'zbek. Yo, legionermi? Chet eldan olib keldingizmi? Yubariston legioneri otdi o'ziga. Bunaqa mashhurlikdan keyin. O'zbekmi? Va Ulug'bek aka. Ha, deydi. O'zbeklarmi? O'zbek. Rangidan o'xshamayapti o'zbeklar. Lekin boshi shunaqa yaltiryapti, baraka topsin bizda chiroyli. Doirada kim doirada? Doirada? Doirada Hayotjon. Hayotjon ismlari. Yaxshi yigit, ajoyib yigit. Bu sizda yomon yigit yo'q shekilli mana. Yaxshi insonlar bilan birgalikda ish. Qaraban bu o'g'il bo'lsa kerak, jiyanmi? Davronjon. Davlatjon. Ha, men hamkasbim o'g'li. Ha, hamkasbingiz o'g'li. Dadasi ilgari birga yurgan. Do'mbrada kim Do'mbrada? Do'mbrada Tohirjon. Bu kim? Tohirjon. Bu ham qarindosh. Ha, bu ham o'shalar. O'zimizda to'g'rimiz. Asada. Sardorjon. Ikkinchi klavishda Sardor. Sardorjon argancha. Yaxshi, bolalar sozanlar yaxshi bo'lgani yaxshi-da. Ulug'bek hofizga jo'r bo'ladigan, hofizni obro'sini ko'taradigan, hofizni qo'shiq aytayotganda zo'r ijro qilib turadigan sozanda hisoblanadi. Sozanda yaxshi bo'lsa, hofiz ham mazza qilib ijro etadi. Shuning uchun hofiz zo'r o'tirib sozandalar bundan bo'lib qolsa ham bo'lmaydi-da. Hammasi endi sizda hammasi zo'r bo'lishi kerak. Sababi siz uchun mashhur bo'ldingiz. Ha. Trendga chiqdingiz, trend. Bilasizmi trend nimaligini? Bilasizmi trend nimaligini? Ha, bilaman. Trend nima degani? Endi yulduzlikda. Hamma Instagram tarmoqlarida, hamma yoqda aylanib yotibsiz endi. Kim bo'lsa rasmga tushayliksa, biz ham tushamiz rasmga hozir. Ama ikkita qizim ham sizlar rasmga tushmoqchi. Bular mana asallarim, shakarlarim, novotlarim bular. Ha, har doim aytasiz. Bular sahrni diabetlarim biladi-da. Ko'rsizmi qanaqa chiroyli qizlar? Zo'r. Kelovini. Zo'r. Uylangansiz-da. Ha, xotinim bor. Xotiningiz bor. Ko'p qaramang bularga. Men bilan gaplashavering. Bular bilan umuman gaplashmang. Bular savol bersa javob berib tursangiz bo'ldi. Men shunaqa olib boraveramiz deydi-yu. Nima shuni aytib berasiz hozir Ulug'bek? Shu ustoz o'g'laydi aytib bersam bo'ladimi? Nimani? O'g'laydi. O'g'lan? Ha. O'g'lan qaysi u? Kelganimdan shu zakaz bo'lyapti, shuni aytmayapsan deb. Kim so'rayapti buni? Zakaz. O'shandaylar. O'zimizdagilar. O'zingizdagilar. Shu o'g'il ashulangizni yaxshi ko'rishadimi? Shuni ayt deydi. O'zi meni qo'shig'im emas. Abdumalik akaning qo'shig'i. Kimning qo'shig'i u? Abdumalik, Andijonlik Abdumalik degan san'atkor. Andijonlik Abdumalik, tanimadim. Yaxshi inson. Yaxshi ashula qilib qo'yibdi bo'lsa, agar shu qo'shiqni sizda so'rayotgan bo'lsa, demak bu qo'shiq zo'r qo'shiq bo'lishi kerak. Bitta mazza qildiring. Mana shu ko'rayotganlarcha dod devorsin bitta. Hurmatli tomoshabinlar, bugun Ulug'bek bilan mazza qilamiz. Chunki o'zi mazza san'atkor chaqirsa odam mazza qiladi. Bugun dod faryod. O'g'lar deb qo'shiq o'g'lar ketdi. O'rganib qolganimni o'ylamaydi o'g'loy. 3 kun bo'ldi ko'chaga bo'ylamaydi o'g'loy. Sog'inib qolganimni o'ylamaydi o'g'loy. 3 kun bo'ldi ko'chaga bo'ylamaydi o'g'loy. Kecha borsam eshikka chopib chiqdi yangasi. Qosh chimirib yangaga qopib chiqdi yangasi. O'g'il bolalar bilan o'ynamaydi o'g'loy. Bo'ldi endi qo'rg'onchada o'ynamaydi o'g'loy. O'g'loy
3 kun bo'lgan ko'chaga chiqmagan yigit o'g'loyni sog'inib uyiga boradi. Kechqurun. Endi shu o'g'loyni chaqiraman deb tursa, yigit osmondagi oyni ko'rib qolar ekan, oyga qarab shunday deydi. Oy mama, jon, oy mama, hayqirib ber oy mama. Shu ko'chada bir qiz bor, chaqirib ber oy mama. Tiling bormi oy mama? Tiling bo'lsa hayqirib ber men uchun oy mama. Hadeb haligi oyam o'g'loyni chaqirib beravermasa, yigitning jahli chiqib, g'ash kelib aytadiki, "Suzilma oy osmonda sendan tinib yuzlar bor. Mana shu o'zimiz tomonda oydan oydin qizlar bor." Shekilli. Sensiz dünya karanlık, halavat yok canımda. Malikadek sollanıp yürümez bolsan yanımdan. Ayrılık kayıragım çidemeydi oğlayım. 10 yaxshi jo'radan, 100 yaxshi jo'radan, 1000 yaxshi jo'radan o'zing yaxshi eding-ku. Odam do'stini bunchalarim qiynamaydi derding-ku. O'g'loy bilan yigit bitta mahallada katta bo'lgan. Yigit o'g'loyni o'zi yoshligidan o'zi yelkalarida ko'tarib, o'zi katta qilgan. Qiz voyaga yetib, aql hushini tanib, bevafoda, qarang. Haligi yigitimiz boshqasini tanlab ketib yuborganda, yigit bechara shu kecha-yu kunduz uxlolmasdan ko'zida yosh bilan o'g'loyga mana she'r yozib yuborgan ekan. O'zim seni ko'tarib katta qilib yelkamda, endi o'zim sayyor bo'lsam alam qilar ekanda. Bu xo'rlikka kim chidab yig'lamaydi o'g'loyim, ayriliqqa yuragim chidamaydi o'g'loy. Sensiz dünya karanlık, halavat yok canımdan. Malikadek sollanıp yürümez bolsan yanımdan. Ayrılıkka yüreğim çidemeydi oğlayım. 10 yaxshi jo'radan, 100 yaxshi jo'radan, 1000 yaxshi jo'radan o'zing yaxshi eding-ku. Chidolmasman tog'iga, kunda borib tonggacha tosh otaman bog'iga. Tamom to'ygacha uxlolmaydi o'g'loy. To'ydan keyin 30 kun, 30 kun emas 40 kun. Ana boringki 50 kun. Nima bo'lsa 60 kun uxlatmayman o'g'loy. Havliga sira qadam qo'ymasman. Qo'chqorlarni qiynagan o'sha qizlarni sevmasman. O'zim qo'chqor bo'laman, qo'chqor go'shtini yemasman. Kechagina yerlarni gursillatib yurarding. O shoxlaringni yerlarga qarsillatib urarding.
bir kun umri qolganin sen qaydanan bilarding. Ak qo'chqorim oldingda nima gunohim bor? Qora qo'chqorim, qop-qora qo'chqor oldingda nima gunohim bor? Tasanno, o'g'ilay, har qatdan zo'r ekan lekin.